Olmazor tumani Oxunboboyev makroni orqa tarafidan 1.2 sotuvli burchedagi joyi 49 ming dollarga ko'rsatamiz. Qadrdonlar, bu mahallada hamma kommunikatsiyalar bor. Endi kelinglar, yaxshilab sizlarga tushuntirib qo'yaman. Mana bu birinchi ko'chamiz. Ko'chani kengligiga e'tibor berasizlar. O'zi bu mana burchedagi uyimiz 3,5 sotuvga yaqin ekan. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra shuni burche oldi tarafini, go'shtli joyini 1.2 sini sotaman deb aytdilar. Shaxsan o'zim o'lchab ko'rdim. Bu yoq fasadimiz rovni 12 metr. Endi bu yoq tarafni ko'rsataylik. Oxunboboyev makrodan keyurish bu yoq ko'cha bo'ladi. Oldi fasadimiz 10 metr. Bu yoq tarafda agorodlari, yonidagi qo'shnilarning uyini ko'rishinglar mumkin. Endi ichkaridan ham ko'ramizmi? Ketdi. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Okamiz mana masjiddan devor oladilar, bu yoqdan o'zlariga alohida darvoza ochib oladilar. Sizlar uy quradigan bo'lsanglar, taxminan mana bu yoq tarafdan oldini bu yoq ko'chaga qaratib chiroyli bir imorat qursa bo'ladi. Mana bu yoqdan darvoza ochiladi. Endi hamma o'zini xohishdan kelib chiqib bitta chiroyli uy qurib olsa bo'ladi. Sababi joy ko'ryapsizlar, burche joy, mahalla zo'r, 49 ming dollarga. Pastda har doim joy egalarining nomeri bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar.